Xitoy bugun iqtisodiy nuqtai nazardan Markaziy Osiyoda mutlaq yetakchiga aylanayapti degan fikrlarni berishyapti tahlilchilar. Bu oxir oqibat avvalgi Rossiyaning o'rniga endi Xitoy bo'ladimi degan fikr. Mana shunga munosabatingiz. Endi avvalgi Rossiya, ya'ni biz yaqin atrofda avvalgi Rossiya degan tushuncha bo'lmadi-da, ya'ni mutlaq Rossiya ta'sirida bo'lgan mintaqani siyosiy, harbiy nuqtai nazardan bo'lgandir. Ya'ni avvalo siyosiy an'analar yaqin, tarix bir davlat tarkibida bo'lganmiz, siyosiy tafakkur yaqin, madaniy yaqinlik mavjud. Markaziy Osiyoda raqamlarga qaraydigan bo'lsa 5 million, ya'ni qariyb 5,5 million rus millatiga mansub aholi yashaydi. Ya'ni bog'lab turadigan jihatlari bor, lekin Rossiya bu mintaqani, ya'ni mutlaq nazorati ostida bo'lganligini Sovet ittifoqi parchalangan davrdan keyin ko'rmadik. Qisman qaysidir ta'sir holati bo'lgandir. Endi Rossiyaning hozirgi holatidan albatta foydalanish kerak va Rossiyaning o'zi ham bundan manfaatdor, bu imkoniyatlardan foydalanishdan. Chunki mintaqa tobora diversifikalashtiriryapti hamkorlarning sonini. Va bu diversifikalashishda ulush, qaysi bir davlatda ulushga ega bo'ladigan bo'lsa, bu istiqbolda uning muvaffaqiyatiga olib kelishi mumkin. Chunki Rossiya mana bu g'arb bilan munosabatlarda asosan Yevropaga asosiy stavkani qilib, asosiy energiya bozori sifatida tabiiy shakllangan infratuzilmalar mavjud. O'shanga stavka qilib, hozir bitta mana shu konflikt orqali ko'p narsani yo'qotdi va uni o'rnini to'ldirish juda ham qiyin bo'lyapti. Rossiya uchun ham xuddi shu munosabatlarni diversifikalashtirish juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi, Rossiya bu mintaqaga ta'sir imkoniyatlari hozir bir muncha kamayganini o'zi ham yaxshi tushunadi. Bu Putinning ritorikasida ham ko'zga tashlanyapti. Ya'ni bir tavsiya beruvchi emas, ko'proq taklif beruvchi yoki qandaydir ham fikr bo'ladigan insonni bir qiyofalantiryapti o'zining nutqlari bilan ham, yondashuvlari bilan ham. Va Rossiyaning xavfi oshib ketmasligi, ya'ni bu holat keyinchalik bir siyosiy bosimga, qandaydir geosiyosiy o'yinlarga aylanib ketmasligini bir qancha omillari bor. Shulardan biri bu iqtisodiy bog'liqlikni oshishi. Ya'ni Rossiyaning rivoji, iqtisodiy barqarorligi kerak bo'lsa, Markaziy Osiyoning xavfsizligi uning uchun qanchalik strategik ahamiyat kasb etadigan bo'lsa, uning Markaziy Osiyoning rivoji Rossiyaning iqtisodiy rivojiga kuchli effekt beradigan hozir jarayonlar ketyapti va bu Rossiyani o'zini ham qandaydir bir qaltisroq harakatlar qilishga yoki ehtiyotsizlik bilan beriladigan bayonotlarni bir o'ylab ko'rishga undaydigan. Yo'l va infratuzilmalar, yo'l va ya'ni Markaziy Osiyo o'zining tarixiy va funksiyasini bajaryapti deb o'ylayman va Markaziy Osiyoning taraqqiyoti Buyuk Ipak yo'li faol o'tgan davrlarga mos keladi. Uning zamonaviy muqobilini yaratish allaqachon davr taqozosi va buni amalga oshirilyapti deb ham o'ylayman. Bunga shu muhim tashlangan qadam mintaqaviy birlikni hamma birdek tushunayotganligi va asosiy manfaat shundan ekanligini mintaqa davlatlari anglab yetayotganligi ko'rishimiz mumkin. Va infratuzilmaviy bog'liqlik hozir Farhod aka qayd etdilar, ya'ni bu avval asosiy yo'llar Moskvaga eltgan bo'lsa, hozir aksi holat ketyapti. Va Rossiya ya'ni janubga chiqish yo'li uchun qisqa yo'l Markaziy Osiyo ekanligini to'liq anglab yetyapti va bu yerda birinchidan unga yaqin bo'lgan va rus tili madaniyati yaqin bo'lgan mintaqa. Ikkinchidan esa to'g'ri qayd etdingiz, juda ham bir ishonchli hamkor. Ya'ni turli davrlarda ham ya'ni markazdan qochish yoki qandaydir bir boshqa bir Rossiya uchun xavf bo'ladigan xatti-harakatlarni amalga oshirmagan. Bundan tashqari bu Rossiyaning bu yerda ikkita harbiy bazasi ham bor. Buni ham unutmasligimiz kerak. Tojikiston va Qirg'izistonda. Endi Xitoy omiliga keladigan bo'lsak, Xitoy bu mintaqadagi harakatlarini, ya'ni bu ikki tomonlamalikdan ko'p tomonlamalikka allaqachon o'tkazgan. Va mintaqa davlatlarning rivojlanish strategiyalarini Markaziy Osiyoni rivojlantirish o'zini Xitoy strategiyasi bilan uyg'unlashtirgan. Ya'ni Markaziy Osiyoga nima zarur bo'ladigan bo'lsa, o'sha hamkorlik modelini taqdim qilyapti. Va bu orqali juda ham maqbul. Ikkinchi tarafdan esa Xitoy nega bu yerda trend yaratyapti? Xitoy Markaziy Osiyoga nisbatan o'ta pragmatik yondashuvni taklif qilyapti. Ya'ni bu yerda uning munosabatlarida asosiy omil bu iqtisodiy manfaatdorlik. Madaniy, siyosiy qandaydir shartlar qo'yish yo'q.
yoki ichki ishlarga aralashish masalasi yo'q, yoki u yoki bloklarga xos bo'lgan tafakkurni taklif qilish modeli yo'q. Iqtisodiy manfaatdorlik, infratuzilmaviy muammolarni hal etishlik. Albatta buni risklari ham mavjud. Ya'ni hozir Rossiyaga nisbatan ishlatgan jumlalarimiz Xitoyga ham ishlatishimiz mumkin. Hozirgi yalpi ichki savol boshlash hajmiga qaraydigan bo'lsak, qariyb 100 milliard AQSh dollariga yetganda Xitoy bilan. Rossiya bilan 45 milliard. Va bu tendensiya yildan yilga oshib borish ko'rsatishini olib kelyapti. Demak, Markaziy Osiyo davlatlari hozirgi kunda bir ikki xil o'ziga xos dilemma oldida qolgandek. Birinchisi, Xitoyning bu mintaqaga qiziqishi, mintaqa bilan bog'liq bo'lgan yirik infratuzilmaviy masalalarni hal etish imkonini beradi. Xitoy yo moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi yoki bu mintaqada barqarorlik bo'lishidan qat'iy manfaatdor bo'ladi. Trans-Afg'on loyihasi, Trans-Kaspiy loyihalari, Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan, Markaziy Osiyoni Yaqin Sharq mintaqasiga olib chiqadigan loyihalarda Xitoy juda ham katta qiziqish bildiryapti va bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Va ikkinchi tomoni esa to'la to'kis barcha xuddi Rossiyada bo'lgani singari barcha strategik asosiy tarmoqlarni Xitoyga bog'lamaslik. Demak, bu yerda aynan yevropalik hamkorlar ham shu nuqtai nazardan zarur bo'ladi. Va aynan Yevropaga boradigan yo'llarni ham diversifikatsiya qilinayotganligi, ya'ni Kaspiy orqali o'tadigan, quruqlik orqali o'tadigan, masalan Turkmaniston, Eron, Turkiya yo'li yoki O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya yo'li. Ya'ni bu holatlarda ham ya'ni munosabatlarni maksimal darajada diversifikatsiya qilishlik bu yoki bu haligi holatlarda, muammoli holatlarda jarayonni boshqarish imkoniyatini Markaziy Osiyo davlatlariga beradi deb o'ylayman. Xitoyning bu o'sha qo'shtirnoqchida olamiz, qo'shtirnoqchidan chiqaribmiz zarbasi AQShni Venesueladan chalg'itishmi degan savolga biz kichikroq javob berib ketsak. Ya'ni Venesuela atrofida hozir juda ko'p shovqin bo'lyapti. Endi meni shaxsiy fikrim, Venesuela alohida masala. AQSh uchun. Bu yerda Xitoy yo'q. U yerda Xitoy uchun ham bor. Eski anaqalari bor u yerda. Hisob-kitoblar. Eski hisob-kitoblar bor Venesuela bilan. U yerda ko'proq Rossiyaning SSRda anaqasi bor va Venesuela Janubiy Osiyo, Janubiy Amerikadagi AQShning o'yinlaridan chiqmoqchi bo'lib o'z beboshlik qilayotgan davlatlardan bittasi sifatida qaraydi. Hattoki bugun Argentina va Braziliya qanchalik blok sifatida AQShga nisbatan bir raqobat shakllanmagan bo'lsa ham, biz bilishimiz kerakki, Janubiy Amerika to'liq Amerikaning ta'siri ostidagi bo'lgan hudud bo'lib kelgan shu paytgacha. Bu Monroe doktrinasidan biri. Shu uchun hozir u yerda unga bo'ysunmaydigan yoki uning rejalaridan chiqqan Venesuela borda va Venesuela bilishimiz kerak dunyodagi eng boy neftga boy bo'lgan davlatlardan bittasi va u har xil o'zini siyosiy bunaqa o'yinlari bilan AQShning qaysi rejalariga, siyosatiga ta'sir qiladi. Dunyoga misol uchun neft narxini manipulyatsiya qilish orqali AQSh bilamiz ko'p davlatga ta'sir qiladi. Shu joyda Venesuela xalaqit berib qo'yishi mumkin. Shu uchun u yerda tiyib turish mexanizmini ishlatardi. Uning rahbariga ham uncha e'tibor bermasdi, shu o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yursa bo'ldi deb. Lekin bugun Venesuela biroz boshqacharoq naqaga o'tib kelyapti va shuning nuqtai nazaridan u bekorga o'sha anaqani Nobelni ham aynan Venesueladagi oppozitsion kuchga berilganligini olqishlashi bu ko'p jihatdan uning o'zini eski kelishuvlari va eski o'zini gaplari borligini anglatadi-da. Uni hech kim tanimasagan ham u odamni qarang. Mana o'zi biz taniganimiz, endi hamma taniydi va bu AQSh uchun juda ham legitim kuch beradi. Biz taniganimiz Nobeldan oldin bu o'sha harbiy kemalari Venesuela qirg'oqlariga yaqinlashganda AQSh elitasi bilan muhokamalar o'tkazdi degan xabarlar chiqdi Machadan, ya'ni Maduroni ketqizish bo'yicha AQSh biz hatto aytganingcha bir g'alati ish bo'libdi-da, endi hali vatanning ustidan boshqa bilan gaplashish degan masalalarni aytganda, orqasida bu Nobel ham olib turibdi endi. Endi bu Maduroga yana qo'shimcha bosim bo'ladi, oxirgi ogohlantirish bo'ladi. Ya'ni nafaqat men, butun dunyo tan oldi uni. Va keyingi agar nima qiladigan bo'lsang, hukumat almashtirish masalasi ko'p qolmadi degan o'ziga xos bosimda bu. Rahmat. AQSh bilan kelishishga harakat qiladi-da. Yo'q, Maduro rosa harakat qilyapti, xat ham yozibdi. Trump e'tibor beradi. O'sha aytilgan risklarni qamrab olgan. Ya'ni bu yerda menimcha Xitoy biz ko'pincha unga geosiyosiy bir baho berishga harakat qilamiz, lekin geosiyosiy qadam tashlaganligini shu paytgacha ko'rganimiz yo'q. Xitoyning ko'proq iqtisodiy omillarga. Shuning uchun o'ylaymanki bu yerda ikki xil hodisa bo'lsa kerak.
bitta fikr aytmoqchi edim. Venesuelani taqdiri ko'p jihatdan shaxsiy fikrim albatta, hali buni to'liq hali balki tarix buni isbotlar. Ankorejda hal qilindi degan fikrlar ko'p yangramoqda. Ya'ni bilamizki buni o'sha Putin bilan Trump ko'rishganida, Alyaskada ko'rishganida, masalan, hamma o'zini dala hovuz, ya'ni tomorqasiga ega bo'lsin degan 19-asrdagi Vena tizimiga xos bo'lgan savollar yangragan va uni qisman qabul qilgan bo'lish ehtimoli balandligi haqida gapirishyapti. Ya'ni Rossiyaning Venesuela bo'yicha pozitsiyasining pastligi bu xuddi o'zaro qaysidir ma'noda kelishuv borligiga ishoradek tuyulyapti. Ya'ni bu xuddi hatto Liviyadagi Kaddafi tuzumini ag'darishda ham BMTda xavfsizlik kengashida veto qo'ymagandiku, ruxsat bergandi. Mayli, ag'darilsin degan ma'noda. Bu holatlar shunga, ya'ni ishoradek bo'lishi bo'lishi shunday bo'ladi-da, ya'ni hokimiyatingni idora qilishda, irod qilishda boshqalarga ishonish mana shunday bo'ladi. Xalqingga tayanishing kerak. Xalqingga tayanishing kerak, kuchni ham shundan olishing kerak va xalqing uchun ishlashing kerak. Nima bo'ldi? Mana Suriyada Bashar Asad Eron bilan Rossiyaga ishondi, bir deganda olib tashlashdi. Hozir Moskvada o'tiribdi endi. Mana Moskvada o'tiribdi, Bashar Asad bir xabar chiqibdi, mazza qilib dam olib yuribdi. Lekin bu Suriya nima bo'ldi? Suriyani nima qilib ketdi? Ertaga buni nima bilan eslashadi? Masalan, Zelenskiyning ham eng qo'rqayotgan joyi shuku. Hali tinchlik shartnomasi uchun hududlar berilishi kerak masalasi bugungi tinchlar. Lekin tarixda buni Ukrainani kamaytirgan prezident sifatida eslab qolishadigan juda katta xavotir bor.